Assalomu alaykum do'stlar. Sizlarga 2012-yildagi qora Captiva 2mizni so'mga aytib beraman. Mashinamizga keladigan bo'lsak, qora svetda bo'ladi. Kraskalar toza, 100% toza mashina. Bolalarning aytib o'tsa, toza qo'yilgan hali. Bir oy bo'lmagan. Mashinamiz uchlik motorda bo'ladi. Ishlarni aytib o'tinglar. Juda akkuratli holatda turibdi ekan. Probegi 100 km turibdi. 100% halol probeglari. Piano matfola qo'yilgan, keyin kolonkalar qo'yilgan. Shuni holatda do'stlar. Ishlari yaxshi holatda turibdi mashinamizda. Terang, sizlarga ham terang turibdi mashina. Arkalarına 4 stoplari qo'yilgan. Mashina metan va 265 dan metan qo'yilib turibdi. Kudeda bir yilcha bo'lgan qo'yilganda. Shuning mashina. Shuning mashina. Holati o'ta go'zal. Do'stlar, bahasini 138 million so'm aytilib turibdi. Bir Nexia 3 puli. Probeglari oz, yurganlari holati yaxshi, turishlari mashina tetik turibdi, zo'r. Bundan kam yurganlari oz qoldi menimcha endi Captiva'larni. 2012-yil qora svet, metan qo'yilgan, 4 balonni paket qo'yilgan. Probegi 101 km yurib turibdi mashina. Любой yerdan, любой переверка etib, любой ustaga tinch keltirib olishingiz mumkin mashina. Buni bahasi 138 million so'm, ozgina kelishadigan yeri bor dedilar. Kimga qiziq bo'lsa, telefon urib, sodalashib olishingiz mumkin. Bir Spark Nexia 3ni 10 minga zo'r mashina.